Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Qo'qon shahar Optim bozor yaqini Salanga kelganmiz. Yo'lni birinchi liniyasidan 10 sotixli maydonda savdoga chiqaryapmiz. Hozirgi kunda bu joyimizdan arendada foydalanishadi. Birinchi etajdan ikkinchi etaji plus podvali ham bor. 630 li plitadan ikkita yotqizilingan, salkam 13 metr bo'ladi. Kichikroq xonasi ham bor. Ikkinchi etajda ham bitta foydalanish maydoni, kotolxonasi, katta 5 ta quyosh tushigan oynaga bor. Binoni ichki tomonidan ham zinasi bor. 490 kvadrat har bitta qavati, umumiy hisobda 1260 kvadrat 3 etaj hisoblanadi, podvali bilan birgalikda. Bizni sotuvga chiqargan joyimiz mana chegara shatdan boshlanadi, darvoza ochib olinadi. Uzunligi 28 metrga to'g'ri keladi. Binoni ichki uzunligi 13 metr. Hozirgi kunda chegara qilib shatdan joy tashlaverganmiz. Shu chegarani bu yonbosh tomon savdoga chiqyapti. Agarda bu joy kichkinalik qilsa, mana shu chegarani yonbosh tomonni ham qo'shib 15 sotix oshig'ini ham topshirishimiz mumkin. Umumiy hisobda 30 sotiqli joy bo'ladi. Mana shu devorni ochib tashlab turib, darvoza o'rnida foydalansalaring bo'ladi. Xat hujjatda muammosi yo'q. O'zining podvallari bor, ko'rsatib ketamiz. Podvaldan foydalanganimiz yo'q. Chima qolipiga tutsa o'zlariga moslab foydalana olasizlar. Bu joyimizda yaxshi tomoni bozorga 1 kilometr masofada bo'lganligi uchun har qanday biznes uchun qulay taklif bo'lyapti. Oldi tomonda 420 kvadrat avtoparkovkalar uchun qo'shimcha maydoni bor. Umumiy hisobda 1260 kvadratli joyda har bir kvadrati $250 dan arzon narxda savdoga chiqaryapmiz. Bu yonbosh tomonimiz Optim bozor yo'nalishi, bu yonbosh tomonimiz 40 chorrahasi hisoblanadi. Shu atrofda narx-navoga solishtirib arzon narxda savdoga chiqaryapmiz. Umumiy qiymati 1260 kvadratli joy, har bir kvadrati $250 dan arzon narxda. Joy egalarini raqamlar bilan beramiz. Bemalol kelib ko'rib, ma'qul kelsa baraka qilishlari mumkin.